O'g'ril 8 natijalarni 11 ta qayd etilgan o'quvchilaringiz tomonidan va bitta IELTS 8,5 natija. Bu o'sha o'quv yili boshidan beri qo'lga kiritilganlari. Test qilib ko'raman odatda har bir o'quvchini reading darajasini, listening darajasini, writing va bitta o'tirib speaking qilib ko'raman. Har bittasiga alohida materialni, har bittasiga alohida yondashuv qilinar ekan. Misol uchun qiynalsa darsdan keyin olib qolib alohida o'rgatsa berilar ekan. Orqada qolayotgan o'quvchini ham yetkazib olishga yordam beradi yoki masalan oldinda ketayotgan o'quvchini zerikib qolmasligiga yordam beradi. Men shu narsani to'g'ri tushunib yetdim. Sekin shunaqa yondashuv boshlandi. Xudoga shukr, mana natijalar ancha-muncha rivojlanish bo'ldi. Avval narsa kuzatilmasdi. Avval faqat majburlaganda yozishardi. Hozir teskarisi. Menimcha bizni kurslarimizda o'qiydigan bo'lsa, Everestda 0 dan umuman hech narsani bilmasdan boshlasa, 1 yil yetarli bo'ladi, 12 oy. 7 ga chiqib olish uchun. Yaxshi, muntazam o'qiydigan bo'lsa. Assalomu alaykum hammaga. Everest YouTube kanali va yangi podkastning yangi soniga xush kelibsiz. Bugun yana bir tajribali ustozlarimizdan biri bilan ularning faoliyati va oxirgi oylar deymizmi yoki yangi o'quv yilidagi muvaffaqiyatli ustozlar qatorida bo'lgan teacherimiz bilan suhbatlashamiz. Ularni aynan hozirgacha o'quvchilari tomonidan qayd etilgan natijalar anchayin dahshatli. Birinchi keling, ular bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum, Shahzod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat podkastga taklif qilganligingiz uchun xursand bo'ldim. Ismim Shahzod Saladinov, Everest o'quv markazida Beruniy filialida faoliyat yuritaman. Hozirda bu markazda 5 yildan beri ishlab kelyapman. 5 yildan beri. Shaxsiy natijangiz 8,5. Deyarli maksimumga yaqinlashib qolgan. Lekin hozir sezishim bo'yicha ko'proq o'quvchilar natijasi ustida ishlayapsiz. Ayniqsa sentyabrdan keyingi natijalarni hozir o'zingizdan so'rab olganimda suhbat oldidan sonlar anchayin kattaligini ko'rdim. O'g'ril 8 natijalarni 11 ta qayd etilgan o'quvchilaringiz tomonidan va bitta IELTS 8,5 natija. Bu o'sha o'quv yili boshidan beri qo'lga kiritilganlari. Undan oldingi o'quvchilaringiz 7+ natijalar haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Qanday bir to'lqin bo'ldiki, bu darajada deylik o'quvchilaringiz yoki omadli bo'ldimi, ularni ko'pi yaxshi o'zlashtiradimi, qobiliyatlilari yig'ilib qoldimi? Ayniqsa bir guruhda 5 ta 8 chiqqanlarini ham eshitdim. Shular haqida ozgina gaplashsa, ya'ni qanaqangi sirni bilib qoldingizki, o'quvchilarni o'sha potensialni to'liqligicha ochib bera olyapsiz? To'g'risi 8 chiqarish oson natija emas. Men o'zim ham juda qiynalganman 8 olguncha ham. Endi o'quvchilarda bunaqa natija chiqishini asosiy sababi menimcha sabrda deb o'ylayman. Nimaga? Ko'pincha o'quvchilar kelganda endi ma'lum bir muddat bilan kelishadi. Mana shuncha muddat davomida topshirishim kerak. Deadline qo'yib kelishadi. Men ular kelganda har doim gaplashib ko'raman. Yana ham chuqurroq, qanaqa nimaga deadline qo'yilgan misol uchun. Test qilib ko'raman odatda har bir o'quvchini reading darajasini, listening darajasini, writing va bitta o'tirib speaking qilib ko'raman. O'shanga qarab men analiz test degan bo'ladi. Uni kamchiliklarini misol uchun readingda qanaqa muammolar bor, lug'atda qiynalyaptimi yoki savol turlarini yaxshi tanishmasmi yoki grammatikada asosiy muammolar bormi? Shu narsalarni aniqlab olib turib yoki writing qilganda qanaqa qiynalyapti misol uchun g'oya shakllantirishdami. Shundan analiz qilishni boshlaganimdan keyin o'quvchilarga to'g'ri yondashishni boshladim. Ayniqsa mana shu 1 yil davomida o'quvchilarga individual yondashishni o'rganib oldim. To'g'risi avval guruh sifatida ularni ko'rardim. Ya'ni hammaga bir xil o'rgatishib berilardi, hamma bir xil narsani qilishga majbur bo'lardi. Lekin mana shu 1 yil, 1,5 yil davomida o'zi moslashuvchan bo'lishni o'ylashni boshladim. Sababi ko'p boshqa ta'lim sistemalarini ham o'rganib ko'rdim-da. Internetlardan, boshqa davlatlarnikidan qanaqa yaxshi natijalarga erishadi misol uchun. Shu narsani tushundimki, baribir o'quvchilarning har bittasini o'zini ustun jihati bo'ladi, qaysidir kamchiliklari bo'ladi. Shu narsani tushungan holatda, o'sha analiz testdan keyin alohida o'zlariga yo'l qilib berishni boshladim. Undan tashqari, ya'ni darsdan keyin olib qolishni boshladim. Misol uchun biz ko'p nimalarda, artikellarda yoki boshqa narsada o'qib ko'rganmiz. Yaponiyani misol qilib keltirishgan ekanda. U yerda shunaqa sistema ekanki, o'quvchilarga individual yondashuv bo'lar ekan. Misol uchun gruppa bo'lib o'qishsa ham, o'qituvchi orqada qolayotgan yoki ustunroq jihati bor bo'lgan o'quvchilarni ajratib olib turib, har bittasiga alohida materialni, har bittasiga alohida yondashuv qilinar ekan. Misol uchun qiynalsa darsdan keyin olib qolib alohida o'rgatsa berilar ekan. Bu o'sha orqada qolayotgan o'quvchini ham yetkazib olishga yordam beradi yoki masalan oldinda ketayotgan o'quvchini zerikib qolmasligiga yordam beradi. Men shu narsani to'g'ri tushunib yetdim. Sekin shunaqa yondashuv boshlandi. Xudoga shukr, mana natijalar ancha-muncha rivojlanish bo'ldi. Ya'ni o'ylashimcha, menimcha katta gruppada o'qishsa ham, misol uchun bizda endi Everestda katta gruppalar bo'ladi, o'quvchilar 40 tadan oshiqcha ham bo'lishi mumkin ba'zida.
Lekin man o'quvchilar kelganda qo'rqmasdan ayta olaman ularga, man sizga injalni yondasha olaman har bittangiz bilan. Chunki mandan tashqari bu yerda assistent o'qituvchilar ham bo'ladi, ular alohida speaking yoki boshqa narsalar bilan ishlashadi. O'sha narsa menimcha ancha-muncha yordam berdi deb o'ylayman, ya'ni o'quvchilarning natijasida keskin o'sish bo'lishiga. Ya'ni ularni har birini og'riqlarini alohida ko'rib chiqib, uyga vazifalar ham alohida bo'ladi deyapsiz. Ya'ni bu rostdan ham bir kemada lekin kimdir deylik biroz oqsayapti, u qolganligi yetib olishi kerak yoki boyagi narsani zo'r etdingiz, hammadan oldini ketayotganda ham zerikib qolmasligi kerak. Xuddi shunaqada. Unga ham o'sha o'zini deylik kuchi yetadigan qiyinroq masalan vazifalarni yuklash. Shu joyda ham bitta narsani so'ramoqchi edim. Mana shu 8 natijali yoki 8 olishi mumkin bo'lgan, lekin 8 ga yetmay qolgan 7,5 ham bo'lishi mumkin-da. Ular nechta bo'ldi? Mana shu umuman oxirgi biz hozir suhbatlashayotgan periodda. 7,5 natijalar menimcha 50 tadan oshiqcha bo'ldi. Bu avgust oyida oxirgi gruppalarimiz topshirishni boshlashdi. Mana sentyabr, oktyabr, noyabr oyidan topshirishlar bo'ldi. Umumiy o'quvchi soni 70 tadan oshiqcha hisobladik menimcha yaqinda statistika qilganimizda. O'sha avgust oyidan hisoblaydigan bo'lsa 50 tadan oshiqcha bo'ldi menimcha. Bu o'sha 8 ga yeta olmay qolganlar. Shunaqa. Ularning ma'lum qismi menimcha hozir yana davom ettiryapti o'qishni. To'g'ri, bizda shunaqa narsa bor. Ya'ni o'sha natijasiga erisha olmagan o'quvchilar bo'lsa ham, biz motivatsiya beramiz. Ba'zida ko'pincha topshirganlar motivatsiyasi tushib, keyinroq o'qiyman, ozroqdan keyin davom ettiraman yoki bo'lmasa sal kayfiyat tushib qoladi. Bizda u narsa yo'q. Men o'quvchi natijasi chiqqanda, misol uchun o'ziga yetadigan yoki o'zi xohlagan ballni ola olmagan bo'lsa, men birdan aloqaga chiqaman, gaplashamiz, keling, biz natija qilamiz, xudo xolasa deyman, qo'shimchalar beraman yana. Gruppalarga chaqiraman misol uchun. Ba'zi holatlar bo'ladi, misol uchun bitta menda emas, boshqa o'qituvchilar ham bo'lsa kerak, даже o'zini hisobidan ham kursni pulini to'lab berib turib o'qitadiganlar ham bo'ladi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bu narsani aytmoqchi bo'lganim, maksimal harakat qilamiz natijani olishga, chunki o'quvchi bizga ishonib kelyapti, bizga o'zini ishonib topshiryapti. Xudo xolasa agar bizga yana o'sha nima deymiz, ixlos qilib darslarga qatnashadigan bo'lsa, ularning ham natijasini ko'taramiz. Hozirda o'zida ham menimcha 4 ta 5 ta o'quvchilarim, misol uchun 6,5 olganlar yoki 7 olganlar, ya'ni 7,5 8 olishga harakat qiladiganlar bor ichlarida. Hozir aytgan raqamlaringiz ancha katta-da va lekin men o'ylayman, ko'pchilik IELTS o'rganmoqchi bo'lgan, ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganlar kelganida bunaqa katta deylik plankani qo'ymaydi o'ziga. Bo'lishi mumkin 7+ olib, universitetim uchun 6,5 yetadi va hokazo yoki sefr tayyorlanaman, IELTS emas, mayli, o'rganib oling ingliz tilini strukturasini, bir oycha keyin seferga shuni o'tib, ustozim o'zi bilan kelib tayyorlanib sefr topshiraman, yetadi deb o'ylashadi. Shunaqa keslar bo'lganmi? Deylik, menga 7 yetadi deb turib kelib, baribir oxirida 8 ga harakat qilgan, 8 ni ham olgan o'quvchilar. Bo'ladi, juda ham ko'p. To'g'risi mana dekabr oyida juda ko'p o'quvchilarimiz topshirish kerak edi. Hozircha ba'zilarini registratsiyasini ko'chirishimizga to'g'ri keldi, chunki o'sha gruppasida chiqayotgan natijalarni ko'rgandan keyin ularda ham motivatsiya oshdi. O'zlari menga aloqaga chiqib, ustoz, men ham 8 olmoqchiman, havas qildim gruppadoshlarimga, xudo xolasa harakat qilaman. Bir oy 1,5 oy ko'chirsak ham oxirigacha ishlayman deganlar bo'ldi. O'sha aytmoqchi bo'lganim, motivatsiya ular ko'pincha gruppadoshlardan oladi chiqadigan natijalardan. Va ko'pincha aytaman, misol uchun, mana siz hozir mana bunaqa natija qilyapsiz, potensialingiz aslida mana bunaqa. Agar shunaqa bo'lmaganda men sizga aytmasdim deyman. Buni odatda o'ziga aytaman, gruppa orasida aytmayman, chunki aytgandek shu alohida yondashish ularga ko'proq motivatsiya beradi. Ba'zida o'zida Telegramdan yozib qo'yaman, misol uchun, sizdan anaqa chiqyapti, zo'r natijangiz, xudo xolasa 7,5 8 ga ham tortasiz. Faqat sizga mana shuncha muddat kerak deyman. Quloq solib o'sha darslarni davom ettiradigan o'quvchilar ko'pincha yaxshi natija qilishyapti. O'sha aytganimdek, ma'lum bir boshda aytib oldi-ku, sabr kerak degan narsa. O'sha sabr qilib o'qiyotganlar xudo xolasa yaxshi natija bo'lyapti. Qo'shimcha ishlayman, individual ishlayman. Lekin ba'zi deylik boshqa bizni ko'rayotgan o'quv markazida o'qiydigan o'quvchilar yoki ularning ota-onalari ko'rishi mumkin. Deylik, hamma joyda ham bunaqangi yondashuv bo'lmaydi. Men Everest juda ko'p ko'raman bu odatda, ya'ni o'quvchini agar imkoniyatlari ancha keng bo'lsa, o'zi ham harakat qilayotgan bo'lsa, yuqori natijaga loyiq deb bilsa, ustoz u bilan qo'shimcha ishlaydi, qo'shimchaga vazifa beradi, assistant teacherni biriktirib qo'yadi. Deylik, u bilan speaking ko'proq qilishi yoki writinglarni ko'proq tekshirib berib, tezroq feedbacklar berib, uni deylik yonib turgan paytida o'chib qolmasligi uchun uni yonida turib berishi. O'zi umuman shunchaki darsga kelib ketib yurib, deylik haftada 3 kun 2 soatdan dars bo'ldi. Ya'ni bir oyda deylik 12 ta dars. Shuni kelib ketib yurib, deylik darsni o'rganadi albatta, o'sha ketma-ketlik bo'yicha mavzularni ko'rib chiqadi, sekin-sekin etap-etap o'tib boradi.
qancha vaqt kerak bo'ladi o'sha 8 olish uchun va qo'shimcha darslar bunga qanchalik boost qilib beradi deylik, 12 oyda emas 10 oyda qilib berar balki o'sha qo'shimcha darslar evaziga. Deylik, hozir siz guruhingizdagilar qaysi darajani o'zidayoq 7+ ga chiqib olyapti. Bo'lishi mumkin graduation tugatmasdan turib balki. Yaxshi savol bo'ldi. Ko'pchilikni qiynaydigan savol. Beginnerdan boshlasam qancha vaqt ketadi men 7 olishim uchun? Ko'pchilik hozir 7 benchmark bo'lib qolgan, как standartniy. 7 olishim kerak degan narsa bilan kelishadi. Menimcha bizni kurslarimizda o'qiydigan bo'lsa, Everestda 0 dan umuman hech narsani bilmasdan boshlasa, 1 yil yetarli bo'ladi, 12 oy. 7 ga chiqib olish uchun. Yaxshi, muntazam o'qiydigan bo'lsa. O'quvchilarda ham xuddi shu narsa kuzatilyapti. Endi tartib bilan o'qiydigan o'quvchilar o'sha introduction levelimiz bor bizda. O'sha introduction levelda o'zidayoq 7 nachaga chiqib olishadi. Endi yaxshiroq maqsad qilganlar, yaxshiroq natija olaman deganlar graduation darajani ham o'qishadi. Va siz aytgan savolingiz, ya'ni qo'shimcha darslar. Bizda rostdan ham qo'shimcha darslar juda ham ko'p. Yakshanba kunlari, undan tashqari darsdan keyin olib qolib ham ishlashlar bo'ladi, misol uchun. Bu narsasiz albatta cho'ziladi, chunki qo'shimcha darslar o'sha odamga qo'shimcha boost beradi skilllarni oshirish uchun. Ayniqsa imtihonga yaqin qolgan 3 oy, 4 oy davomida. Chunki o'zi darslarimiz rostdan ham misol uchun bizda nisbatan ko'proq hali ham 2 soatlar davom etadi. Ba'zi joylarda 70 minutlik, 80 minutlik joylar ham bor. Men to'g'risi hayron qolaman, qanaqa qilib bular natijaga olib chiqadi. Unaqa natija menimcha shuning uchun kamroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni 80 minut ichida u eplash qiyinroq. Chunki bitta reading ishlashni o'ziga 1 soat vaqt ketadi. Uni tahlili bilan o'sha 1 soatdan oshib ketib qoladi, u yetmay qoladi. Biz shuning uchun qo'shimcha darslar qo'yib beramiz. Mayli qo'shimcha vaqtimiz ketsa ham yoki ba'zida uyqudan voz kechishga to'g'ri keladi. Ertalab soat 6-7 dan dars qo'yamiz. 8 ta gruppamiz bor, lekin bitta menda emas, boshqa o'qituvchilarda ham juda ko'p ko'raman. Soat 6 dan 7 dan chaqirib bolalarni dars qilishadi. Mana shu narsani o'zi, ya'ni ertalab vaqtli turib kelishni, ya'ni qo'shimcha darsga kelishni o'zi odamga ruhiyatini oshiradi. Barakasi bo'ladi ham. Barakasi ham bo'ladi. Ya'ni odam o'ziga nisbatan ishonchi oshib boradi. Faqat darsdan o'ziga kelib, qatnashgan odam ham olishi mumkin, bemalol oladi ham. Faqat sal cho'zilishi mumkin yoki bo'lmasa o'ziga nisbatan ishonchi o'sha qo'shimcha darsga kelgan o'quvchichalik bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ko'p sinalgan. Va o'z-o'zidan ularda ichida qanaqadir bir hissiyot ham bo'ladi. Men harakat qilyapman maksimum, даже darsdan tashqari ishlayapman. Men natijam yaxshi bo'lishi kerak degan qanaqadir ishonch bilan rostdan ham harakatni menimcha bemalol qilsa kerak. Xuddi shunaqa. Ya'ni aytganingizdek, o'ziga bo'lgan ishonch juda ham muhim. Menda o'quvchilar ko'pincha ustoz registratsiya qilaylikmi deb so'rashadi. Xo'p, qachonga qilamiz desam, siz ayting deyshadi menga. Men aytaman, xo'p, keyin yana bunaqa savol berishadi. Nima topshiray? Ilgari paper based IELTS bilan CDIELTS bo'lganda, ularni qaysi birini topshiray deb so'rashardi. Yoki British Council topshiraymi yoki masalan IGP topshiraymi deb so'rashadi. Men shu savollarni berishni boshlaganda men o'zlariga aytaman, hali sen tayyor emas ekansan, hali registratsiya haqida o'ylashing shart emas. Chunki tayyor bo'lgan odam, o'ziga ishongan odam o'sha farqi yo'q, qayerda topshiradi, qaysi formatda topshiradi, qaysi test centerda topshiradi, qachon topshiradi, o'sha qiziq qolmaydi. Bo'ldi, men tayyorman deydi. O'sha o'ziga bo'lgan ishonch imtihonda juda ham muhim. Kirganda bari odamda qaltirash bo'ladi, hayajon bo'ladi. Bu narsani nazorat qila olmaydigan bo'lsa, vaqt bosma ostida bu juda ham balli tushishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, o'quvchilar o'sha ishonch olish uchun bu qo'shimcha darslar juda ham muhim deb o'ylayman. Ya'ni bemalol dadil bo'lib imtihonga kirib gapirganida ham yoki listeningda, readingda xayol qochib qolmasligi uchun, hayajonlanib qolmasligi uchun juda ham muhim. Natijalar haqida gaplashyapmiz, qo'shimcha darslar haqida gaplashyapmiz. Baribir qo'shimcha darslarning asosiy sababi bo'lsa kerak bu o'sha qiyinroq sectionlarni ustida ishlash. Masalan, listening, reading deylik praktika orqali, o'sha so'z boyligi deylik, lug'at orqali deylik rivojlanishi mumkin. Ko'proq tushunishni boshlasa, o'z-o'zidan deylik aldamchi o'sha readingdagi chalg'ituvchi narsalarni ham osonroq payqaydi va o'z-o'zidan sekin-sekin natijasi ko'tarishi mumkin. Lekin ko'pchilik kandidatlarni deylik 7 olgan, 7,5 olganlarning ham natijasida writing, speaking pastroq bo'ladi. 8 uchun esa ular bilan ham ishlamasa bo'lmaydi. O'sha readingni ham, listeningni ham mayli maksimumga olib chiqish deylik nisbatan vaqt talab qiladigan narsa bo'lsa, bu yoqda baribir qobiliyatlar, ozgina ijodiy tomonlama ham yondash kerak bo'ladi. Qiyin masala bu. Qanaqa ishlaysiz? Men to'g'risini aytaman, ko'pchilik qilayotgan ishni teskarisini qilyapman hozir. Ya'ni o'zim qilgan ishni ham teskarisini qilishni boshladim. Qanaqa? Ilgari mana shu skilllar bo'yicha, ya'ni ayniqsa writing bo'yicha yoki speaking bo'yicha ko'pchilik ko'proq qilsam yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaydi. Ya'ni faqat bajarishga o'tirishadi. Ya'ni misol uchun til o'rganish qismi esdan chiqib ketib qoladi. Misol uchun essay yozyaptimi? 3 ta 4 ta essay o'tirib bir kunda yozishadi.
Bu odamni bezib qolishiga ham olib keladi. И yozgisi kelmay qoladi. O'z-o'zidan writing juda ham qiyin. Speakingda ham xuddi shunaqa. Ya'ni bemalol kelib gapirib ketaman deb o'ylashadi-da, mavzuga tayyorlanmasdan, misol uchun lug'at o'rganmasdan. Gapirmoqchi bo'ladi, qaraydi, yaxshi chiqmayapti, o'zi ko'ngli qoniqmagandan keyin уже qilgisi kelmay qoladi. Men hozir o'quvchilar bilan dars davomida ham deyarli to'liq essay yozdirmayapman. Ya'ni full 4 ta body paragraf, ya'ni introduction, body 1, body 2 qilib bu narsani. Sababi o'quvchilar to'liq essay yozganda ko'p mental energy deydi, ya'ni aqliy energiya sarflaydi. Undan keyin uni ko'rib chiqish, qanaqadir lug'atlar o'rganish yoki grammatika o'rganishga vaqt qolmaydi. Hozir men teskarisi, ya'ni bitta body paragraf yozish mashq qilyapman borligi. Ya'ni o'zi essay yoziladigan bo'lsa, bitta body paragraf yozgan odam ikkinchisini ham yoza oladi. Bir xil strukturada ketadi. O'sha narsani, ya'ni bitta narsani kamroq объемda, ya'ni volume'da deymiz. Lekin intensively qilamiz, ya'ni tez qilamiz, birdaniga emas, kam-kamdan. Bu narsa o'sha bitta paragraf yozgandan keyin vaqtimiz bo'ladi, o'shani analiz qilishga, o'shanga nisbatan language o'rgatishga, grammatika o'rgatishga. Misol uchun oddiy bitta paragraf oladigan bo'lsak, men ham ideyasini o'rgataman ularga, grammatika beraman, vocab beraman, qanaqa struktura ishlatishni ko'rsataman va yozish juda ham oson bo'ladi. O'quvchi ham maza qiladi, o'zi yozgan narsasidan qoniqish hosil qiladi. Sekin-sekin yozishga nisbatan mana mehr oshib boradi. Birdan beradigan bo'lsak, u writingga bosim bo'ladi. O'sha o'quvchi qila olmagandan keyin o'zi miyamizda shunday narsa borki, procrastination deydi. Ya'ni biror narsani chetga surish. Nimadir qiyin bo'lsa, og'ir bo'lsa, chetga surishga harakat qilaveramiz. Ko'pchilikda shunday narsa bor, writing qilgisi kelmaydi, sababi qila olmaydi, qiynaladi. Hozir shu narsani o'rgandim, qisqa bo'limlar bilan sekin-sekin bolalarga berishga. Keyin o'zlarida writingga mehr shakllangandan keyin o'zlari menga juda ham o'sha essay tashlash boshladi. Siz mana men full essay ham yozdim, tekshirib bering deb. Avval narsa kuzatilmasdi. Avval faqat majburlaganda yozishardi. Hozir teskarisi. Xuddi shunaqa speakingda ham yondashamiz. Speakingda ham birinchi gapirishdan oldin biz har bitta mavzuga ideya shakllantiramiz. Hozir bunaqa narsa qilib chiqdim, ya'ni part 3 ayniqsa qiyinroq bo'lgan g'oyalarga mnemonic ideas, ya'ni o'sha g'oyalarni qisqartirilgan, soddaroq versiyada bolaga yetkazib berish, eslab qolish uchun. Misol uchun bitta savolga javob beradigan bo'lsa, ikkita ideya bo'ladigan bo'lsa, uchta ideya bo'ladigan bo'lsa, o'shani men bitta yoki ibora bilan, ba'zida harflar bilan eslab qolishga yordam beraman va vocablarni shakllantirib beraman. Bitta savolni o'ziga ham vocab, ham ideya, ham grammatika. Va oxirida o'zim gapirib, sample beraman. O'sha bo'yicha darsni praktik qilamiz. O'sha narsa juda ham yordam beryapti. Ya'ni bolalar, nima deymiz, ko'p bosim olmaydi, lekin qiziqish ortib boradi sekin-sekin bilan. O'zlari ham ishlab, sekin-sekin moslashib oladi. Asosiysi til o'rganishda menimcha majburlash emas, ularni tilga nisbatan mehrini oshirish kerak ekan. Sekin-sekin ular o'zlari tushungan holatda moslashsa, siz uni doim ustida turib nazorat qilishingiz ham shart emas. Ya'ni bo'sh vaqtda ham sekin-sekin mehr oshib borar ekanda. Ya'ni maksimum soddalashtirib berish. Masalan, boshqacha narsada misol keltirib ko'raman. Deylik, idishda kamroq ovqat bilan qo'ysangiz, u hammasini yeb qo'yadi, lekin liq to'la kosadagi ovqatni o'ylaydiki, men buni oxirigacha yemayman, baribir degan fikr boshidan aniq oxirigacha yemaydi. To'ppa xuddi shunaqa o'xshatish, yaxshi o'xshatish bo'ldi. Menimcha shu narsa ko'p joyda ham ish beradi. Misol uchun ba'zi o'quvchilarimiz bo'ladi, beginnerda boshlaganda 30 ta so'z bersak, men qila olmayman bu ishni deydi. Darsga kelganda ham men topshira olmayman bu gap deydi. Keyin men aytaman, bo'pti qarang deyman. Siz 3 ta yoki 4 ta so'z topishiring deyman. Unda hayron qoladi. Nimaga deydi? Qilgisi kelmaydi, juda kam-ku deydi. Keyin aytaman, 3 ta 4 ta topishiring bo'ladi deyman. Bugungi sizga yetarli deyman. Keladi topshiradi, o'sha kam vaqt ketadi, 5 minutda. Bo'ldi, ketavering deyman. Keyin o'zi keyingi safar ko'proq yodlab kelishni boshlaydi. Sekin ko'paytirib boradi, moslashib ketadi. Agar o'sha 30 ta so'zni yodlang deb majburlab qo'yib qo'yadigan bo'lsa, unga bosim bo'ladi. Qilgisi kelmagan narsani majburlasangiz, yana ham yomon ko'p qolishni boshlaydi. O'zi bilib-bilmay, xohlab-xohlamay keladigan o'quvchilar bilan qanaqa ishlaysiz? Hozir bu gapingizdan keyin shu og'riqli mavzu esimga kelib qoldi. Juda ham yaqinda menimcha timda ham muhokamalar bo'ldi shu haqda. Juda ham. Unda ham xuddi shunaqa yondashuv bo'lyapti. Hozir rostdan ham ko'pchilik ko'p ma'lumotlarni olishga qiynaladi, chunki rostdan ham ma'lumot juda ham ko'p. Ma'lumot ko'pligining evaziga inson baribir miyasi charchaydi. Chegarasi bor demaylik, miya chegarasi yo'q. Juda ko'p ma'lumot olish mumkin, lekin charchash bo'ladi baribir. Har kun. O'shaning uchun darsga kelganda ham bolalarda men o'sha darsdan iloji boricha qisqaroq qilishga harakat qilyapman. Shorts videolar bo'ladi-ku. Reelslar. Даже shundan qisqa bo'lib ketib qoladi. Ba'zi holatlarda darslarimiz 5 minut, 4 minut bo'lib qoladi darslarimiz uzunligi. Nima degani? Ya'ni mavzu o'tish qismi.
qisqa bo'laklarda o'tib beraman. Bola уже qiynalmaydi ham. Bemalol o'rganib oladi, sodda ko'rinishda. Ma'lumotlarni kamaytiraman, ortiqcha narsalarni olib tashlayman. O'sha narsada bola ham qiynalmasdan bemalol ideyalarni olib ketishi oson bo'lyapti. Keyin uyga esa beriladiganlar ro'yxati juda ham kam bo'ldi hozir. Даже ba'zida o'zlari so'raydi, ustoz menga yana qo'shimcha uy egasi bering, chunki kam beryapsiz uy egasi deydi. Men aytaman, men gruppa bo'yicha sizlarga alohida beryapman, to'g'ri, lekin menga aloqaga chiqsangiz, men sizga qo'shimcha reading beraman, qo'shimcha listening beraman. Har dars oxirida aytaman. Ya'ni o'sha aytganimdek boya yuqoriroq darajada turadigan o'quvchilar baribir yozadi. Ustoz, men vaqtim oshib qolyapti, bekorchiman, menga bering, misol uchun. Kichikroq sal qiynalayotgan o'quvchilar bo'lsa, unda ular moslashadi, gruppada berilayotgan o'rganish falan qila oladi. Shunda odamda o'zida qoniqish hissi deydi-yu, sense of satisfaction. O'sha narsa shakllanadi. Agar odam o'zi qilayotgan ishdan qoniqishni boshlasa, o'sha aytgandek sekin-sekin unga nisbatan mehr uyg'onadi, o'sha darsni yaxshi ko'rishni boshlaydi. O'sha kamaytirish, ma'lumotlarni iloji boricha hozir zamonaviy standartlarga moslashga harakat qilyapmiz, iloji boricha. Masalan, ko'rib qolamiz 15 yoshda, 12 yoshda, 8 yoki 8,5. Lekin u o'quvchilarni yoki u yoshlarni deylik muhiti shu bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin yoki umuman o'zida qanaqadir o'zlashtirish qobiliyati yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin biz tayyor turishimiz kerak. Z avlod deydimi? Shunaqa. Z avlod kirib kelyapti. Biz ularga maksimum rostdan ham qisqaroq, tezroq hazm bo'ladigan narsa berib, lekin shu bilan birga muvaffaqiyatiga ham olib borishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri. Va menimcha sizda allaqachon demak bu bo'yicha ham ishlab boshlanibdi-da, ya'ni ularga moslashish va balki bu yaqin yillarda hamma ustozlarning boshiga tushadigan masala bo'lsa kerak. To'liq darslarini, deylik, metodikalarini ko'rib chiqishlariga to'g'ri kelishi mumkin. Shunaqa. Ya'ni ularni o'zlarini, medium deydi, o'zini yurgan nima deymiz, vosita deymizmi endi? Misol uchun ular digital mediada yuradi, internetda yuradi, YouTube ko'radi, Instagram ko'radi yoki Telegramda o'tiradi misol uchun. Men shunaqa qilishni boshladim. O'sha narsani darsga olib kirishni boshladim. Ya'ni u o'ziga tanish bo'lgan narsani darsda ko'rsa qanaqadir qiziqishi oshishni boshlaydi. Misol uchun maktab bolalari keladi, ayniqsa telefoni bo'lgan o'quvchilar darsga nisbatan qiziqishi bo'lmaydi. Iloji boricha darsni qisqaroq qilib, o'sha darsni men internetda ko'rsatishga harakat qilaman. Misol uchun YouTube ochib olaman deb. Misol uchun present simple o'rgandik. Present simple. Men YouTube ochib turib, present simple da gapiradigan atributlar topib, bo'lakchalar topib. O'sha narsalarni bolaga ko'rsataman. Ularga qiziqarliroq tuyuladi o'sha digital, raqamli bo'lsa. O'sha vizual ham eslab vizual bo'lsa-da. Ba'zida shu qo'shiq ko'rinishida, misol uchun, ba'zida video ko'rinishida, ba'zida exercise qildirib, ya'ni mashqlar qildirib. O'sha narsa menimcha har xil o'quvchilarning talablari bo'ladi, o'shanga moslashishga yordam beradi. Markazimizda bir tendensiya boshlandi. Ustozlarimizni o'zlaridan tashqari o'quvchilar tomonidan ham 9 da chiqishi. Va bu narsani hozirgacha Farruh Rustamov hamda Sirojiddin Malikovlar bajarib kelishdi. Ya'ni o'zlarida ham 9 edi va o'quvchilar bilan ham 9 olishdi. Sizda hozir rejalar qanaqa? Deylik, mana shu 9 masalasida gaplashsak, o'zingizdami birinchi bo'lib 9 ga harakat yoki balki o'sha hozirda sizda 8,5 olgan o'quvchi bor yaqindagina, menimcha ular balki yana harakat qilib ko'rishar. Yoki 8 lik mana hozir 11 tasini sanadik. Bularning ichidan bordir, ko'rib yurib, men ham qila olaman deb turib harakat qilayotgan. Qaysi biri sizda yaqinroq? O'zingizning shaxsiy natijangizda 9 ga olib chiqishmi yo yaqin yillarda faqat o'quvchilar bilan ishlamoqchimisiz? Ikkalasi ham planda bor. To'g'risini aytaman, men 9 olish degan narsani men ko'p o'ylab keyin qaror qilganman. Ya'ni bu o'zingizning zimmangizga mas'uliyat olish bo'ladi-da. Men qaror qildim, o'sha narsani qilishga men majburman. Chunki o'zimga bergan va'damni bajarmasam, o'zimga nisbatan ishonchim tushadi. Xuddi shunaqa 9 olishga qaror qilganimdan keyin bo'ldi, u narsadan orqaga qaytish yo'q. Balkim sal sekinroq boramiz, balkim tezroq, baribir olamiz 9 da. Xuddi shunaqa o'quvchilarimda, xudo xolisa, tayyorlanayotgan o'quvchilarimiz bor 9 uchun. Yaxshi progressda ketishyapti. Ko'rib turishgan bo'lsa, xudo xolasa men aytaman, ular ishonchim juda ham yuqori. Yaxshi natija qilishadi. O'sha 8,5 olgan o'quvchilarimiz ichida ham 9 ga harakat qilayotganlar bor. Undan tashqari keyingi guruhlarda o'qiyotgan o'quvchilarimiz ichida ham potensiallar bor, ko'rinib turibdi. Xudo xolasa ularda ham kutib olamiz. Imенно hozir ayni paytda o'zida 9 uchun harakat qilayotgan o'quvchilarimiz 2 kishi. Ular bilan har doim ishlab boryapmiz, ketma-ketlikda. Nasib tez orada yaxshi natijalar bo'lishi kerak yangi yildan keyin. Nasib shu ikkala o'quvchingizda ham 9 chiqib, balki keyingi podkastda o'zlarini taklif qilamiz va anchayin qatorimiz kengayib qoladi. Va gaplashadigan mavzularimiz ham yana ham qiziqroq bo'ladi.
Katta rahmat. Bugungi suhbat menimcha ancha qiziq bo'ldi. O'zi qisqa bo'ldi ham. Hozir daqiqasiga qarayman. Menimcha mana kirgan odam birinchi navbatda hozir o'zi gaplashgan mavzumiz qisqaroq bo'lsa, dangalroq bo'lsa ko'rishadi yoki uzun podkastlardan qochishlari ham mumkin. Shunaqa. Chunki biz gaplashgan mavzular ancha qiziq va siz o'sha uslubingizni, ya'ni dars o'tish metodikangiz haqida gaplashdik. O'quvchilar natijasini eslab o'tdik. Qanaqa chiqdi bunga? Ya'ni deylik nimalarni o'zgartirdingiz va majbur bo'ldingiz, ya'ni hozirgi deylik vaziyat bilan moslashishga va shu natija berishni boshladi mana allaqachon o'quvchilaringizda ham. Shularni balki ko'rib kimdadir ilhom paydo bo'lar o'qishga yoki deylik ustozlar ko'rib turib o'zlariga savol berishni boshlar. O'zgartirishim kerak bo'lgan narsalar bor ekan deb va balki kimdir sizda guruhingizda o'qishni xohlab qolar. Yana bir marta eslatib o'tamiz, Beruniy manzilda dars beradilar Shahzod aka. Katta rahmat Shahzod aka, vaqt ajratib kelganingizga. O'sha aytganingizdek 8 ta guruhingiz bor, vaqt zijsizda, lekin shunga qaramay suhbatga taklif qilganimizda yo'q demagingiz uchun alohida rahmat. Keyingi natijalar bardavom bo'lsin, 8lar oqimi 8,5lar ko'paysin, 9 olgan o'quvchilaringizni ham mana shu yerda birga suhbatlashib, ularning ham fikrlarini bilish nasib qilsin. Katta rahmat. Kattakon rahmat sizga ham.